Assalomu alaykum aziz zamondoshlarim. Mana demay tez fursatlarda sanoqli daqiqalardan so'ng 2025-yil bilan butkul xayrlashib, yangi 2026-yilni ko'tarinki kayfiyat bilan, yaxshi umidlar bilan, yaxshi tilaklar bilan kutib olamiz. Yilnomadagi 2026-yil barchamizga omadli, baxtli, barokatli yil bo'lib kelsin. Inshaalloh 2025-yilda oxirga yetmay qolgan rejadagi ishlarimiz, erisha olmagan orzularimizga yangi 2026-yilda erishimizga Haq Taolo nasib ro'z aylagan bo'lsin. Yana bir bor yangi 2026-yil bilan barchalaringizni qizg'in muborakbod etaman. Hurmat bilan Jumanazar Jaloliddin.